Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun iroda tiklash haqida to'xtalamiz. Iroda biror maqsad, nishon va ish harakatni amalga oshirish uchun kishida bo'ladigan g'ayrat va qat'iylik degan bo'ldi ekan. Siz o'zingiz biror ishga bel bog'lab iroda tiklamasangiz, u irodani siz uchun boshqa biri tiklab bermaydi. Yani sizde yok iradeni başka biri sizge berelmeydi. Hatta en yakın kişiniz mi berelmeydi. Ata-ananız mı sizge iradeni vermeydi. Ama sizde irade bolgan iken onun medet bereleydi ve onun güçlendireleydi. Çünkü irade sizden talep kılındı ve sizde buluş gerek. Birer işe irade tiklengen hemen onu emelge aşırışka tutuş kılış gerek. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Birer işqa bel bağlısan hemen Allah'a tevekkül kılgın. Yani bel bağlıgan işini emelge aşırış için Allah'tan yardım tilep hemen hareket ötkünde buyurgan. İradelik adamlarla hayatka bir nerslerini koşalaydı. Töhbü koşalaydı. Mustafa Rafi'i siz dünyaya birer nerse koşalmasanız onunla artıksız degan ekan. Demisimi o birer gayesi yok. Gelecek için birer planı yok insanlar yeryüzüge yük buluştan başka hiç nersege yaramaydı. Ular sunun üstündeki ülük beliklarga okşaydı. Ülük beliklar sunun ekişi boyunca ekip yürügendek hayatta birer gayesi, planı, nişanı bulmagan adam mı şundak ekip yürüdü ve neye berip kalganlıkını bilemeydi. Çünkü bardağa yerini mi bilmeydi. İnsanda çokum gaye ve plan buluş gerek. Hiç kandak netice ve hiç kandak galibe plansız kolga kelgen emas. Şuna her kandak bir maksat ve gayeni amelge aşırış için puxta plan tüzülüşü, andın şu planını amelge aşırış için irade buluş şart. İradeniz müstahkem bolsa, sizni hiç kim yolunuzdan tosalmaydı. İradede müstahkem turuş için köp işleş ve az uxlaş gerek. Thomas Edison icadiyatının biri ilham, 9'u qattiq işleştir degan ekan. Planınız konkret buluş gerek. Xalqaro Qur'on Kerim yodiltish jamiyatining raisi Ustaz Abdullah Besfer muxbirlarning sizning planınız nima degan savoliga 1 milyon balaga Qur'on Kerimni yodiltishdir deb javob bergan. Yani o hozirgacha qancha balaga Qur'on Kerimni yodiltib bo'ldingiz degan savolga 20 ming deb javob bergan. Kuveytlik davetçi merhum Abdullah Semit özünün 30 yıllık Afrika daveti boyunca 6 milyon adamını Müslüman kılganlıkını ve bu işini planlı halda emelge aşırganlıkını etken. Yani bir adamın kulda 6 milyon adam iman etken. Her kandak narsa iki katım yaratıldı deyildi. Bunun biri tefekkürde, yani biri əməliyyatda. Şuna siz qılmaqçı bolğan işini avval oylaysınız, planlaysınız, andın işləyəsiniz və əməlgə aşırırsınız. Plan konkret buluş gerek. Məsələn, mən mançı ildən keyin mundaq nəticə qazanıman. Yoki mançilik pul tapaman deganga o'xshash. Harvard Universiteti o'qish bitirgan o'quvchilarni to'plab, her bir o'quvchini keyingi 10 yıl içinde nima ishlarni qildiganligi haqidagi planini konkret qilib yozishni talab qiladi. Ular toplanadi. Ashlarning orasidan 90% o'quvchi planini konkret yozmay, men olim bo'laman, boy bo'laman, mansabga chiqaman, shuhratli bo'laman deganga o'xshash yozadi. Faqat 10% o'quvchi öz planını konkret qilib, men 10 yıl içinde mancha milyon pul topaman. Men 10 yıl içinde palani panda professor bo'laman. Men 10 yıl içinde palani şirket yoki idorada mundaq mansabga chiqaman degandek aniq va konkret yozdi. Ondan universitet mas'ullari ularning uy adresi ve telefon numaralarını elib qoladi va ularni 10 yildan keyin ko'rishadigan bo'lib yo'lga soladi.
Saq 10 yildan keyin mazkur o'quvchilar universitetga chaqiriladi va har birining qandaq natija qozonganligi so'raladi. Planini aniq va konkret qilib yozgan 10% o'quvchining topgan puli planini konkret yozmagan 90% o'quvchining umumiy topgan pulidan eshib ketgan. Xizmatga o'rinlashish va oliy unvonlarga erishish jihatdimi shu 10% o'quvchi asosan hamma planini talto'kis amalga oshira olgan. Ya'ni bu yaqinda bo'lgan ish. Tarixdan qissa endi. İslam tarixida bunday bir qissa bor. Andalus, ya'ni hozirgi İspaniyaning chet bir yezisida önkirdi yaşaydigan 3 nafar madikar bardi shu chaqda. Ya'ni Andalus 800 yil islom hokimiyati yurgizilgan bir islom mamlakati edi. Şu zamanlarda Emeviler devleti aşağıda hakimiyet yürürken şu zamanda ötken kıssa bu. 3 nefer medikar şu bir önkürde yaşaydı. Ular kündüzleri kişilerin yüklerini tuşup verip pul tapattı. Keçileri şu önkürde yatattı. Öyme emez yani önkür yani şeyler şunda yatat. Ular kışının uzun keçilerden biri de paranlaşıp oturup her biri özünün arzu armağanını ve planını aytıdı. Şulardan biri bolgan Muhammed İbni Amir El-Hammar diyen kişi özünün halbi bulduğanlığını aytkanda yanındaki iki hemrahı külüp telekip getirdi ve onu rasa meskır kıldı. Çünkü bu bir medika yani yük tuşuğucu. Bu kilip ben xalife oluman, şu Andalus memleketinden başkuruman degandan ikisi meskır kılıp külüp getirdi. Muhammed İbni Amir olağa Tilikinglarni hazır aytinglar, men xalbi bo'lganda tilikinglarni o'rindayman deydi. Ular texmi masxir qilib kulib ketadi. Ularni biri chaqchaq qilib, "Undaqda, agar sen xalbi bo'lib qolsang, shu chaqda, sendan katta bir qasr, har turli mevalar bor bir bog', 1000 tilla naq oltin, bir qancha xizmatchi tilayman" deydi. Yana biri, "Agar sen xalifa bo'lib qolsang, meni ishakka ta'tir mindirib, bu kazzab, buni hech kim gap qilmasin" deb sazoy qilgan deydi. Ya'ni bular masxir qilib aytib qo'ydi bu gapni. Muhammed ibn Amir ularga, "Tamam, men xalifa bo'lgan chaqda sizlarning mush tilikinglarni o'rindayman" so'z deb so'z berdi. Kunlar o'tidi, oylar o'tidi, yillar o'tidi. Muhammed ibn Amir El-Hammar g'oyasidan voz kechmaydi. Va uningga yetish uchun konkret plan tuzib, madikorlikni tashlaydi va hokimiyatga yaqinlashish uchun soqchilarning yoniga choychi bo'lib ishga kirdi. Ya'ni bu bir hokimiyatga chiqmoqchi bu odam, ammo qo'lda ishim yo'q. Qanday qilishim kerak deb, avval men bu soqchilarga yaqinlashay, soqchilikdan o'sib chiqishim mumkin deydi. Çaycı bulup işleydi. Yıllardan keyin bu resmi sakçı oldu. Keyinchi sakçılarning başlık oldu. Bir günü Emevilerinin Andalus'taki halifesi Hakem El-Mustansir billah vafat buldu. Ve onun ornuna 12 yaşlık oğlu Hişam El-Muayyad billah taxtga chiqdi. Bu çağda Balı halifinin namından devletini başqurish uchun bir kişini tayinlashga to'g'ri keldi. Tayinlangan kishi Balı halifinin velisi bo'lib davlat ishlarini boshqardi. Burunqi tuzum shunday hamdi. Bala hamda shu podshohlab o'tirdi, uning ishlarini shuningga vasi o'g'ini qiladi hamdi. Bu huquqni talishdiganlarmi naydi ko'p bo'ladi hamdi. Chunki u Balı padişahının yanında tuğu adam haqiqiy padişah aşu hamdi. O balını süpette bu padişah deb qap qararını yüzü qildi, hem işini yüzü qildi hamdi. Biludi hamdi. Şunu talışıdı hamdi hamdise. 3 kişi raqobatga tushdi buningda. Ularning biri davlat veziri Muhammed Mushafi, ikincisi askar qo'mondoni Abdullah Abul G'olib, üçüncüsü soqchi boshlig'i Heliqi Muhammed ibn Amir El-Hammar degan kishi. Bunun oldida o padişahın tuqqanlari tushdi nimaga? Baski tushdi. Men shu
padişaha 12 yaşlık balı padişaha ben vesiye olaman deb onun tağları tushdi. Tağları şu qattiq urushib ketgili qopqandan keyin davlat erkanlari yig'ilib, tamam bu padişah ailesidan hech kim kelmesin, padişah ailesinden bo'lmagan amaldarlarni 3 ni akilayli deb bu 3 amaldarni akildi. Bu 3 amaldarlarmi boş amaldar emas hamda. Davlat veziri, askar boshlig'i ve saqchi boshlig'i uchaylanadi. Üçünün birini tanlashga to'g'ri keldi. Şu jarayonda vezir o'g'ri chiqib qolib, u uningdan saylanishdan chiqib ketdi. Shuning ikkalanga qolib qoldi. Shuning bilan raqobat askar qo'mondoni bilan saqchi boshlig'i o'tirisida qoldi. İkkalarning qaysi kuchli kelsa, shu hamda podshohning vesiysi bo'lib, ben podshoh oldi hamda. Devletni boshqardi. Ular bir-biriga qat'iy o'tinmaydi. Ikkilisining yanında kuch bor, birisining yanında askar bor, birisining yanında saqchi bor. Ikkilisi qurolliq. Neticede ikkisi o'tirisida qonliq urush bo'ldi. Saqchi boshliq Muhammad ibn Amir al-Hammar askar qo'mondoni Abdullah Abul G'olibni yengdi va davlatni qo'lga oldi. Uning martabasi o'sib, hojiblik unvoniga erishdi va Hojib Mansur deb atildi. Yani bu Endülüs tarixida Hojib Mansur ajoyib mashhur bir isim. Muşu 2012 yılı hozirgi bu İspaniya hükümeti aşa Hojib Mansurni davlatning markaga besib, shuniki o'lganligining 1000 yilligini tabrik qildi. Yani 1000 yilligini tabrik qildi. Yani ani bo'lsa bu o'ldi deb o'lgini tabrik qildi ular. Demek ulumu bilidi, İslam dünyasını bilidi, aynı meşhur bir şahs bu, Hojib Mansur degan. Bu şu Avrupalık olan paranglarla uğraşıp, onu nadicik mağlup kılgan, hemmisinin adibini bergen, hemmisinin gazibini keldirgen bir adam hamdi o. Oğlum 1000 yıldan kim bu, aşı düşmanını unutup kalmay, aşını poçtu markasına, aşını resimesini besip, ölgenlikinin 1000 yıllıkaya da aynı tebrik edildi. Ölgünge koşal olab. Ama İslam dünyasındaki nurgun kişiler bundan habersiz. Bunda bir kahramanlığın boğallıqıdır. Tarih betlerine qarasak çıkıdı bu. Hojib Mansur deb ataldı o. O devletini güçlendiriş için stratejik plan tüzdü. Hojib Mansur. Andın onun birinci kılgan işi padişahının qasridagi baylıqni özgü qasriga yötkeş oldu. Yani padişahının qasridagi baylıqlarını vezirinin yani üzününki qasriga nima qildi. Bu vezir bo'ldi hamda nimaning qilishda 13 yoshli padişahning yanında. Andın padişahning tamg'isini yeniga elib chiqdi. Padişah turmaydı, ben de turdu deb. Andın bala xalifa, şu bala padişahning mushu Hojib Mansurning ruxsatisiz hech kim bilan ko'rishmasligi haqida farmon chiqardi. Andın onun Hojibning ruxsatisiz sirtqa chiqmasligi haqida farmon chiqardi. Shunda qilib bala podshoh shuni tugishidi u. Uyning ichida qoladi. Ishning hammani Hojib Mansur boshqardi. Hojib Mansur huquqni to'liq qo'lga kirgizib bo'lgandan keyin davlatni cho'ngaytirish va kuchaytirishni planlaydi. Çoğ ve güçlük devlet buluş için iman, ilim ve güç lazım ekanligini qiladi. Nəhayət muhim məsələ birinci iman, ikinci ilim, onun güç kuvvet buluş gerekken deydi. Şunu bilen bütün dünyadaki ilim əhlileriga çağır qilib, qaysi sahanın alimleri bolsun Endülüs'e kelsə, ularga en yuqori maaş berib işletilganligini e'lon qiladi. Yani bütün dünyaya jakarlaydı bu şunu. Neticede Endülüs'e her qaysi joylardan olimlar kelishga başlaydı. Bütün ilim ma'rifat sohasida ve dini mavzularda keng izlanish ve eserlerini yozish uchun to'liq sharoit hazırlandı. Şu vaqtlar Endülüs'ten çıkan her saha olimlari intayin ko'p bo'lgan. Yani İslami olimlarmi shunda chiqib bo'lgan ve başka fen texnikalardan, mesela Yahudilardan, Hristiyanlardan, aynı nurgun alimler çıkan, şu alimlerin nurgunisi Endülüs'teki mekteplerde okup çıkan. Çünkü o çağda Endülüs'te şunda bir terakkiyat var, Endülüs'te aslında isil üniversiteler var, Avrupa karanlık. Yani 14. 13. asırda yani
7. asrning oxiridan 15. asrning oxirigacha gullangan hamda bu Andaluscha. Shu zamonlarda Yevropa devletler, G'arb devletler qarang'ulikda, jaholat ichida. Ashuning odamlari, balları, bularni texi ashu podshohning balları, boshliqning balları, boyning balları berib o'qiyalayotgan o maktablarda. Odatdagilarmi o'qiolmaydi yani. Ya'ni musulmon olimlarmi chiqqan, boshqa har xil fan texnika olimlarmi chiqqan. Ashunda bir taraqqiy qilgan yamdi. Hacip Mansur shuningdan keyin dushman davlatlar bilan atrofida dushman davlatlar bordi. 10 yıllık tinchlik kelishimi tuzib davlatni taraqqiy qildirdi. 10 yil ichida hech kim bilan urushmayman, davlatni taraqqiy qildirman deydi. Taraqqiy qildirdi. 20 yil ichida, ya'ni 10 yilni yana 10 yil qo'shib 20 yil ichida Andalus xalifaligi mislsiz darajada kuchlandi. Ondan dushman davlatlar bilan elishib burun Andalus'tan ketib qolgan viloyatlarni qaytirib oldi. Masalan, Andalus xalifaligining eng kuchlangan davri Abdurrahman Nasir bilan Hacip Mansurning davri bo'lgan. Bu chaqda Aljeriya, Liviya, Marakash qatorliq joylar Andalus davlatiga qo'shilgan. Hacip Mansur bütün planlarini amalga oshirib bo'lib, Alloh taolaga hamd va sano aytdi. O bir kuni burunqi hamrohlarini va ularning shu chaqda degan so'zlarini eslaydi. Chunki uni qat'iy unutib qolmaydi bu. Alg'i bergan va'dasini unutib qolmaydi. Shuning bilan ularga odam avatib, ularni burunqi o'nkirni tepib keldi. Buyruq tushirdiki, palon yerdagi bir o'nkirda ayda shahar yetib ishlaydigan bir hammal odamlar bordi. Ashlan cho'qib tepib kelinglar deb odam avatdi. Ular izlab borsa, rost shu borgan shu yerda. Ulan tepib ekildi qasrga. An ularga o'zini tonishtirdi. Ulan obdan kutib oldi. O'z qasrida mehmon qildi. Shu asnoda ularga sizlar burun mendan tilaklarni tilaydigan bo'lgan edinglar. Shundaqmi? Mana men bugun sizlarning shu chaqdagi tilaklaringlarni o'rindayman dedi. Ular janoblari uni unutib ketgaylar. Biz chaqchaq qilib deb qo'ygan to'q dedi. Hacip Mansur yo'q. Men her ikkinlarga tilakinglarni cho'qim berman. Men agar shu tilakinglarni bermasam, qat'iy bo'lmaydi, chunki men so'z bergan. Sizlarga Alloh taolaning haqiqatan qodir ekanligini sizlarga men bildirib qo'yman. Ko'rsatib qo'yman shuni. Deydi. Shuni bilan qasr bilan qasr, bog', pul va xizmatchi tilayman deganiga ağızdan çıqqanlarını tuluq berdi. Meni ishakka ta'tir mindirib, sazoy qilsin deganni rastilla ishakka ta'tir mindirib, bu kazzab, buniga hech kim gap qilmasin deb sazoy qilib shaharni aylantirdi. Demak, bu odam iroda tikildi. Ashu irodasi uchun ashuning oqisidan mangdi, sabablarni qildi. Allah'ın izni bilen o maqsadiga yetdi. Ali raziyallohu anhu mundaq degan ekan, inson bir joyni nishon qilib tash atsa, uni cho'qim takkizidi. Takkizolmagan taqdirdami, yaqinroq yerga bo'lsa-mu, bordi tash. Chiqib atsa, bordi hamdi. Yaqiniga bo'lsin bordi. Allama ibn Qayyim Javzi deganki, bir odam tog'ning oldida turib, aşı tağını o'rnidan elib etishga bel bog'lasa, elib etalaydi. Kichik vaqtimizda biz Yugongning tağını yetkishi deb bir qissalarni o'qitdik maktabda. Umush iroda to'g'risidagi gap o'xshaydi herhalde. Azroq esimda qoladi. Bu hayot qilalayman degitlar uchun hozirlangan bir maydon. Qilalayman deganlar uchun. Chunki bir narsani qilalayman degan adam üçün bütün qiyinchiliklar o'ng'ay ko'rinadi. Ama qilolmayman degan adam üçün qilalaydigan ish bu mumkin emas ko'rinadi yani. Yani qilalayman degan adam uningga sabab izlaydi. Şu amalga oshirishning sabablarini izlaydi. Qilolmayman degan adam uning bahona izlaydi. Chunki qilg'isi yo'q ya. Allah Teala hemimizde iradelijk müminlerini kılsın. Amin.